Assalomu alaykum kitobsevar jajji bolajonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi bugun sizlarga Bulutlar nomli ertakni o'qib eshittiraman. Mo'jizani qarang. Bulutlarni aytaman. Hamma bulutlar har xil shaklda. Ana biri uzun yo'lga o'xshaydi. Masalan, tugamaydigan yo'lga. Boshqasi darg'azab odamga, yana biri ko'ngli qora yovuz tirolga. Bir marta ukam bilan osmonga tikilib qaraganimizda bulutlar suzib ketayotgandi. Qaniydi shu bulut kemada men ham bo'lsaydim. Axir bir marta ham kemada bo'lmaganman-da. Qiziq, bu bulutlar qayergacha suzib borisharkan? Men-chi? Dadam samolyotda bulutni tasvirga tushirgan. Ularni tomosha qilib, meni bulutlarga chiqib sakragim kelib ketgan. Bir kuni Yunusobodga mehmonga borayotgan edik. Qarasam, ulkan teleminoraning yarmi yo'q. Voy, bulutlar, teleminorani yeb qo'yibsizlar-ku. Oyim, minora tuman ichida qolibdi-da, dedi. Oyim, tuman ham yoyilib ketgan bulut-da. Qor ham bulutga o'xshaydi. Paxta ham bulutga o'xshaydi. Lekinchi, paxtani mazza qilib ushlasa bo'ladi. Afsus, bulutni ushlab bo'lmaydi-da. Bulutlarning ikki rangi bor, oq va qora. Oq bulutlar orzulari ushalgan bolalarga o'xshaydi. Qoralari negadir qayg'uli. Oyimdan qora bulutlar yig'ilib yomg'ir yoqqani odamlar o'lgani uchunmi deb so'radim. Oyim, yo'q o'g'lim, har soat, har daqiqa umr tugashi, kishi yorug' dunyoni tark etishi, dedi. Men esa ich-ichimdan bulutlarning oq va qoraligi behudaga bo'lmasa kerak deb o'yladim. Ammo baribir nima bo'lganda ham bulutlarning borligi yaxshi. Agar ular bo'lmaganda yomg'ir yog'masdi, yomg'ir yog'maganda suv bo'lmasdi, suv bo'lmasa ekinlar o'smasdi. Hozir shularni yozib turganimda shoh qizi yig'layapti. Shoh qizining yig'lashi uzoq va to'xtamaydigan yomg'ir degani. Ertaga yomg'irdan keyin havo juda ham toza bo'ladi. Ertaga men yana bulutlarni kuzataman, deya ertakni yakunladi bola. Aziz bolajonlar, sizlar ham hech o'ylab ko'rganmisiz, bulutlar nega yuradi? Nega bulutlardan shakllar barpo bo'ladi? Agar o'ylab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta o'ylab ko'ring.